5 ta kamera so'raganlar uchun bittani o'zida 5 ta ko'zli kameramiz. Ertalabdan narxini aytishni boshlayman akalar. 1.250.000 so'mga. 5 ta ko'z. Mana 360 aynalarda akalar. Odamni qo'rqitadi. Mana ularni ham telefonda ligrovka qilaverasizlar. Hamma 5 ko'z ham aynalardi degan akalar. Telefonda ligrovka bo'laveradi, telefonda akalar. Rossiyada bo'lsangiz ham uni baland past qilaverasiz. Channa mikrofoni bor. Wi-Fi orqali ishlaydi. 1.250.000 so'mga akalar. Ichida mana 32 talikni qo'shib beraman. Kamiga akalar, mana Wi-Fi'larga kabel ham mana akalar. Kabel mana. Mana 20 metr kabelini ham qo'shib beraman. 20 metr kabel, gapim gap. Xo'p, endi buni qatirishni ko'ramiz akalar. Qatirish qanaqa bo'ladi? Qatirish o'ta sodda akalar. Mana blok pitaniasi kamerani mana kabeliga suqiladi. Bitta suqamiz. Keyin mana qatiradigan joyi akalar. Mana uni patologga qatirasizlar akalar. Mana ikki qatirasizlar mana. Ha? 4 ta samolyot ketyapti akalar. Keyin mana uning ichiga men olib borib kamerani bunday qilib tiqib qo'yasizlar akalar. Endi mana shu polni nazorat qilib turaveradi akalar. Mana 5 ko'zi ham akalar. Mana o'zi aynalib olaveradi 360. Mana uni jonivordi mana uni 220 to'k bor mana 220 vilka mana akalar. Soddani bitta suqsa bo'ldi. Kameramiz o'zi patkul uchun yonni degan akalar. Mana chiplarini mana unga solib qo'yamiz, telefonlaringga ham o'rnatib beramiz masofadan turib akalar. Bemalol ishlataverasizlar. O'zi mana yonni akalar. Telegramdan zakaz beraverasizlar. 1.250.000 so'm.